وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه. Allah taborak va taolo insonlardan shikoyat qiladi. Zamoniki insonlarga mushaqqat, taklif kelgan fillasiga da'a robbahu, Parvardigoriga duo qiladi. Parvardigoro, shu mushkulotdan, musibatdan meni chiqargin. Zamoniki musibat va mushkulotdan xalos bo'ldimi, past ena o'sha gunoh va tug'yoniga qarab ketadi. Falihozo bu oy muborakadan bir fayomum bor. Aziz og'alarimiz-ki Eronlarga, Turkiyalarga, kishvaroy xorijlarga ketadi, hazoron taklif va mushaqqatlarga qoladi. Darvoqe zamoniki musibat, giriftorlik, mushaqqatlarga Allohni ko'p yo'qlaydi. Hatto ba'zi do'stlarimiz bor, aytadilarki, men qochoqqa ketgan pillamga 1000 dafa zikr aytganman, 1000 dafa subhanalloh deganman, 10,000 dafa Allohu akbar deganman. Hatto ba'zi shirin do'stlarimiz borki, oyatul kursini men yodlab edim deydi. Shu masir qochoqqa men yodlagan edim shuni deydi. Zamoniki Eronga, Turkiyaga oshib bordilarmi, rohat bo'ldilarmi, undan sonra Alloh mutolni yo'qlamaydi. Darvoqe Alloh bizlardan shikoyat qiladi. 5 vaqt namozidan aksar do'stlarki yaxshilarda yuragiga tegmasin, aksar do'stlar namozga turmaydi. Xususan erta va xuftanni namozlarini o'qimaydi. Va unvonihoy muxtalifa, va daloilhoy muxtalifa xohlaydiki faroiz Allohni tark qilsa. Va ayni hol gunoh va ma'siyatga qo'l urayotganlari bor. Alloh bizlarni hifozat qilsin. Aziz og'alarim, aziz do'stlar, kim bizlarni sadolarimizni eshitasizlar. Va valloh qasam, Alloh taborak va taolo dergirdi va saxt girdi. Kech ushlaydi bir insonda va saxt ushlaydi Alloh subhanahu va taolo. Alihozo bahaysi bir birodarlaring, bahaysi bir inog'alaring, bahaysi bir olimi din sizlardan taqozo qilaman, ro'zahoy mushaqqat takliflar yodlaringdan chiqmasin. Va xususan ota-onaki hamisha muntazirda sizlarni 5 afg'oni taylasanglar va birgina o'yga rohatlik bilan bir narsa pishirib istifoda qilgay bo'lsa, ammo sizlar gunoh va ma'siyatlarga pullarni betsanglar va ayni hol yo'llarga qancha takliflar bilan oshib boribsizlar va qancha mushaqqatlarga qolib oshib boribsizlar. Xususan aziz og'alarimizki xonavadagi famili safarlari bor va kishvaroy xorijlarga qancha hayot zindaliklarini qo'llarini kafiga olib oshib boradi. Ba'dan o'rga borgandan sonra Allohni bizda yodimizdan chiqarsak, 5 vaqt namozi Parvardigorni bizda yodimizdan chiqarsak, sadaqat va xayrotlarni bizda yodimizdan chiqarsak, ammo qobil yodovarlikki bir narsani zikr qilsam, bizlarda yaxshi inolarimiz bor, yaxshi xayriyalarga ko'mak, iona va fuqaro, masokin, ko'priklarga ko'mak qilayotganlarimiz bor. Alloh taolo hamisha sizlarni amoniga hasrasin, sog' salomat bo'linglar. Ofatihoy osmoniy va zamindan Alloh sizlarni hifozat qilsin. Hamduvallariki nosolihda Alloh mutol sizlarni hifozat qilsin.